Bugungi videoda mana shu qishloqda bloger do'stlarim bilan 24 soat qolamiz. Let's go! Omon qo'tasizlar! Toshkent sharoitida katta bo'lgan blogerlarning qishloqda 24 soat vaqti qanaqa o'tishini bugungi videoda ko'rib olasizlar. Yaxshilab joylashib oling. Video sizlarga yoqishi aniq. Ha o'rtoqlar, Kamol Qohorov YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Hamma so'radi qishloq videosini. YouTube'da 24 soat qishloq videoyimizda hozir kelib 10 milliondan prosmotr oshib ketgan. Sizlar so'radinglar va nihoyat ikkinchi qism uchun men albatta yana o'zimizning Toshkentni oldi bollarini to'xtanglar. Qatligini jigarimni o'zlari ayta qolsalar. Zo'rda sostav. Samarqand, Urgut, Omon qo'tam, baby! Давай! Дай мне! Bizda qizlar ham bor. Toshkentni oldi qizlari. Bular albatta Yuneta, Zarina va Dudosh. Sakin. Qatta biz aytinglar, o'zinglar aytinglar, qatta. Samarqand, Urgut, Omon qo'tan. Oxiri zo'r chiqdi. Oxiri Omon qo'tan. Qo'tan zo'r chiqdi-da. Ishoninglar, 24 soat biz mana shu qishloqda vaqt o'tkazamiz. Bizani oldin nima kutayotganini hali o'zimiz ham bilmaymiz. Shuning uchun hozir o'zida albatta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va mana shu videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Menimcha bolalar, qizlar nima deysiz? Birinchi kiyimlarni almashtirib, haqiqatda qishloq vibe'iga kirib olish kerak. Keyin biz birinchi bo'lib qishloq vibe'iga kirib olamiz. Let's go. Симпатичная красотка музым, o'ngga chapga o'tib qo'yasmi ko'zim, nejnaya moya. Bilmadim, endi nima deysizlar vallo o'zinglar. Ишма, отойми, shu kalishdi. Отойми. Иди, пожалуйста. Куда идти? Моего сердца. Hozir biza birinchi o'rinda albatta ovqat tayyorlashimiz kerak. Qorin och, zavtrak qilib olish kerak, to'g'rimi? Tushlik qilish kerak. Lekin biza bozorli ham qilishimiz kerak birinchi o'rinda. Bozorli yo'q. Bozorli yo'q, Bu yoqda bozor bormi? Do'konlar topamiz, majbur. Nima qanaqa yashaydi bu yerdagilar? Nima deb o'ylaysan? Omon qo'tan, Sila, Samarqand, Urgut, Omon qo'tan. Это не шутки, мы встретились в маршрутке под номером 1. Едем мы молчим, он говорит доброе утро, а я не слышу будто. Dunyoga keldik, bozorga bordik, kafallik oldik-ku, bozorga bordik. Можно bitta savol. Почему bolalar bunaqa noodatiy stilda kiyingan? Qanaqa noodatiy? Biza cho'tki takoy. Нет, типа, zачем men bu shortikni baland qilish shart edimi va Nima qilish? baland qilish. Baland tanda ochilganda, keragi yo'q ekan, nafas ochilganda, menga ber xudo qaymayobi. Baland. Da, baland. Yo, bular o'zicha retro. O'zicha? Qara, yaxshi munosabatimizga hozir nuqta qo'ymoqchi bo'lsan-a? O'zicha nima deyapti? Biz endi yaqin bo'lmaymizmi shunda? Ha? Yaqin bo'lmaymiz. Anchadan beri yaqinlik bo'lmayapti, так что нормальный. Yunga ketdi. Yur, men bilan yur, zo'r gaplarim bor senga. Yur. Xatga. Quyosh qiladi, jiz biz qilamiz. Yur. Jiz. Yur, jiz qilamiz, yur. O'zinglar ko'rib turibsizlar, shunchalik uzoqdagi qishloqga shuncha blogerlarni, shuncha operatorlarni olib kelish menga arzonga tushgani yo'q. Lekin nima arzonga tushgan bo'lardi, men juda yaxshi bilaman. Albatta, aviasozuzda arzon avia chiptalar. Nimaga deysizlarmi? Hozir tushuntirib beraman, ha? Bilasizlar, men juda ham ko'p sayohat qilaman va har doim aviasozuz ilovasiga kirib, o'zim bormoqchi bo'lgan davlatni va menga mos kunlarni tanlayman. Shunda ilovani o'zi menga eng arzon avia chiptadan boshlab eng qimmatigacha chiqarib beradi. Men bo'lsa shunchaki o'zimga mosini tanlayman xolos. Men xoh shunaqa tog'li hududda bo'lamanmi, shahar markazida bo'lamanmi, uyda yotgan bo'lamanmi, bemalol hech qanaqa ortiqcha harakat qilmasdan birgina ilova orqali chipta xarid qilsam bo'ladi. O'rtoqlar, video napisaniyassida havola bor, o'sha havola orqali o'tib, aviasozuz bilan birgalikda sayohat qilsanglar bo'ladi. Videoni ko'rishda davom etinglar. Eng qiziq joyi hali oldinda. Ketdi o'rtoqlar. Biz davom etamiz. Bularning gapi mayli-yu, vibe chiroyli lekin qishloq shu daraja chiroyli emas. Atmosferani tog'lan qarang, jego balandligini. Реально peshkommi? Qizlar, tezroq yuringlar.
Shohruz, magazin bor deb qayerga olib ketyapsan? Mana magazin. Mana tavka magazin. Azim, ke по приколу домнозики uni ko'ramiz. Давайте, репетиция qilaylik, repetitsiya. Let's go. Don, ziki. Saqlamasdan o'ylab yutlar, endi men o'yinni yutaman. Manga zakina. Nima bu? Nima bu? Tarvuz olaylik. Toruz olaylik. Toruz emas, tarvuz. Toruz. Bizda Farg'onaliman, deymi? Bizda toruz deyiladi-da. Toruz? Bizda toruz deyiladi. Sizlar taruz deyiladi, bizda toruz deyiladi. Oo, mana mama. Hop, bitta savol, sizlarda toruz qana bo'ladi? Torvuzmi? Bizda toruz deyiladi. Toruz, Farg'ona toruz. Sizlarda tarvuz? Ha, tarvuz. Tarvuz, bizda toruz. Nega tor? Torvuz? Tormi, dutormi? Torvuz. Akam xap bo'ladi. Akamga ishonamizmi tarvuzni? Da, давай, men ishonaman. Qaysi tarvuz Jeko? Tekon yorilgan joyi bor-ku. Jeko bu juda katta-da, aka, bo'lmaydi bu. Ko'pchiligimiz-ayu. Kim ko'taradi buni? Yunka. Ko'tara olmaysizmi shuni? Ko'tara olaman. Shuncha gap ko'tarib yuribsan, baribir. Voy, akam. Nima tayyorlaymiz? Nima tayyorlaylik? Aka, nima tayyorlaymiz? Ha? Nima tayyorlaymiz? Ayting. Nima tayyorlaymiz? Ha, ovqat. Xon bilan saysizga. Bo'ldimi? Nimani tayyorlash bilasiz o'zingiz? Любой narsa, реально. Easy как. Variant makaron qilish. Makaron palov bor-ku. Makaron palov. Hozir men o'yladim. Tuxum sosiska yeymiz deb o'yladim. Idealniy variant. O'zinggachi. Вот, ужинga давайте тушенку и картошку возьмем. Karshi qo'rib ustiga Тушенку tushonka. qovuramiz, ha? Lekin ja ishonmayman deb mazali chiqishiga, no, давайте попробуем что-нибудь. Kartoshka olaylik. Jeko aka, vaqti hech nima qilmayapsiz aka siz. Nima qilish uchun kelmadim. Kartoshkani hal qiling, aka hech bo'lsa mana kartoshka tanlaylik. Dudosh bilan kelaylik aka, kartoshka tanlaylik. Yuring aka. Bola ko'p yeydi-yu. 3 ta olaveramiz, 4 tami yo'q. Yeymaysanmi? Halolmi? Issuvda mumkinmas. Qani o'qituvchi halolmi? Qani, Halol. Halol, halal. Yeymizmi, yo'qmi? Men yeyman men. Tista o'zim yeyman. Qishmaymizmi shunda? Yo, ani sosiska nima deyotsizlar, o'shani yeb beraman. Tarvuz marvuz bo'lsa. Ujinga tarvuz yeyman unda. Shohruz yeymizmi buni? Ujinga nima deysiz? Yeyman jonim. Ужинga nima yeysizlar, o'shani olib hammaga yedirasizlar. Chunki biz tanlagan ovqatimizni sizlar yemayapsizlar. Unda biz sizlar tanlagan. Pishirib berasizlarmi? Biz masala qolsak? Da, хорошо, nima pishirib beramiz? Tushunka bilan makaron yeyman. Jeko, Yunka, bu kelma. Qaysidir videoda Jeko tarvuz tanlash bo'yicha eng zo'riman degan edi. O'shani hozir keltirib beradi. Bitta tarvuz Jeko tanlaydi, bitta tarvuz sen tanlaysan. Kimniki zo'r chiqsa, o'shanga mendan priz bor. Qancha? Ha? Qancha tezda gapiring. Joyida gapiring. Sizga qancha? Qanaqa priz? Secret. Hop, kameraga ayting, bor. Kamerani oldiga borib ayting. Eshitmaymiz. Давайте. Tanlay Jeko. Men tanlab bo'lganman. Mamiz yaxshi va katta. Jam aralashma, bu yerda battle ketadi. Shumi Jeko? Shu tarvuz siz tanladingiz, to'g'rimi? Men bu yashilligi bo'yicha sen bildingki toshtob bu pishgan. Men tarvuz tanlashni bilmayman. Umrimda birinchi marta tanlayapman. O'shanga Kattalik uchun yoqdimi? Ну, типа, примерно mana shu pishgan deb o'ylaysan. Da. Rahmat. O'shab ko'rib, masi yoqdi buni kattaligimi? hozir aytdim, qaysi joy bilan ishdingiz, azim? Azim. Nima uchun aynan shu tarvuz pishgan deb o'ylaysiz? Men bunaqa ish pishgan, yashil ekan, men qizil ekan deb o'tirmayman. Shuna qaradim, bo'ldi. Bu tarvuzga javob berasiz. Ustalik javob ber. Bo'ldi, esdan dayni. Ya og'ir ko'tarma. Ne normal. Og'ir ko'tarma. Aralashtirib qo'y. Qo'ysangchi. Chidamasdim. Nimaga chidolmayapsan? Iching ketyaptimi? O, men borib bardakdan boshim og'rib ketyapti. Shuncha odam, shuncha har xil gap so'zlar. Hozir shuncha narsa olamiz, qanaqa endi bularni ko'tarib boramiz. Tarvuzlarni, boshqa narsalarni dudosh ko'taradi-da, bugun dudosh. Ko'tarasanmi? O'zimmi? Bo'lsa, namunchini to'chini Yo'q, ko'taraman. Xarakteringizni misol uchun. Hammasiga rozimisan? Gulolay, ho gulolay, guzoringizdan gulolay. Shu ko'cha o'rtasida yuzta jo'ralardan to'yonaga to'yolay. Xo'sh, biza bozorlikni bir amallab qilib keldik. Bizda ikkita jamoa bor, qizlar va bolalar jamoasi va bizda ikkita ish bor. Bittasi bu zavtrak tushlikni tayyorlash kerak, tuxum sosiskalarni. Ikkinchi ish mazza qilib, chiroyli qilib uxlab berish kerak. Yo'q. Ikkinchi ish biza o'tiradigan joyi hozir ko'rpalarini bosh asosiy to'g'rilash kerak bo'ladi. Bolalar biza ovqat qilamiz, qizlar ko'rpani tayyorlaydi. Chunki o'tgan gal
qizlar bizga zavq qilib bergan. Da. Sen o'zingni o'zing qiynayotgansan. Ketdi, jigarim. Chiroyli joyda bemaza ovqat berganman. Нет, biz sizlarga ishonamiz, yaxshi qilib berasizlar sizlar. Voy, sen agar pikmi bo'lib olsang, biz zo'r qilib bermaymiz. Нет, men sizlarga rostdan ishonaman, bu pikmiligida gap emas. Da, всё. Biz ovqat tayyorlaymiz. Zarina, sekin qilish kerak iloji boricha. Chunki bizni tez qilib tashlasak, keyin ovqatga qarab Tushdi. Hayotda bo'lmaydigan narsa. Bля, ovqat qilish настолько впадло. Mazali taomlanishga tayyor turing. Mazali taomlash. Nima? Mazali taomlanishga tayyor turing. Mazali taomlanish. Televizorga ko'rsatib otdi bo'ladi azmanchi. Milliy TV mi, MyFive-mi? Xo'p, mana qanaqa qilamiz? Ha, ochiladimi bu? Ochiladimi? Muncha og'ir. Ha. Yotaylik. Millimetrigacha hisoblaylik. Tortargansa. Sal tortarkanman. Yo, bu нормальный вроде бы. Stol qirrasi bilan bir xilmi? Нормальный. Ha, tortarkanman. Xo'sh, nima qilamiz o'zi? Anaqaga. Tuxum qilish kerak. Menga skоворodka topib berasizmi? Ha, rakyunan tegdi. Ha? Rakyunan tegdi. Achkisini. Va Shohruz qani? Девочки, тарелкаlar kerak. Qoching. Radarda yo'qoling. Mayli. Yordam bermoqchi-da endi. Yordam bermoqchiman. Aniq поддержка ko'payib ketdi-da. Ha, ishdan qutuldingiz-a. Bu kuningdan o'lgani yaxshi sani. Sani bu kuningdan o'lgani yaxshi. Qizlar просто ishlatyapti buni. Kichkina. Uyat, lekin Yaxshi. Yaxki ovqat qo'y. Aqtiringlar. Qora mehnatni qizlar qilsin. Ketdi, ovqat qilamiz. Ko'r Aqtiringlar. mujik. Qiyin tozalash, qiyin gryaz ishlarni qizlar qiladi. Ha, qildiraman o'zim. Biz ovqat qilamiz. Какие вы отвратительные. Давай, домой to'yda. Xomroq pishganimi yoki Aka yordam beraman. Что хотите сделать? Давайте yordam berasizlar. men o'zim qilaman. Yordamga muhtoj emasmiz Men biz. o'zim qilaman. Azam Unitda yordam bermoqchi ekan. Yordam o'zingga ber. Unitda xab bo'lganini qaranglar. Unitdan. Jonim men o'zim, dumbog'im. Unitda xafa bo'lsa, Voy! Я хаваю сейчас. Я хаваю. Bu dunyoda faqat ayollar va ularning bolalari yashaydi. To'ppa-to'g'ri. Endi qarang. Yo, bu propagandaga men uchmayman. Любой holatda, любой как ни крути, ayol kishi jертва bo'lib qolaveradi. Так что men jimman. Tozala. Xo'p, Tozala. Nima dedi? Azim nima dedi eshitmadingiz-da? Bu dunyoda ayol kishi va uni bolalari bor dedi. Ya, tozalama bilan nima? nima unda? Tozala. Iltimos o'rtoqlar, hozir kommentariyaga shu turishda menga yoqib yuringsiz bemalol. Jeko uy bekasida yozib qoldiringlar kommentariyaga iltimos. Просто kommentariyaga tushasizlar. Jeko uy bekasida yozib qo'yinglar. Akam baxti mashdan topilar ekan ya. Akam jonim Akamning erga tegan xotin ish qilmaydi. dunyodagi eng baxtli xotin bo'ladi. Buningcha yog' solmaydi Jeko. Okay, bu skоворodka yog' bilan to'ldi-yu. O'rgatma menga. O, davay. Hop, uy bekasini ko'ramiz o'rtoqlar. Qara, qaysi biri baland past qilyapti buni? Menga vilka bilan tuz olib kel. Bu baland, bu past. Vilka bilan tuz. Jeko nima qilyapsiz? Unaqa qilmaydi-yu. Borgin. Yo, Jeko. Bor, Okay, bor, amlet ishini qil. qilsku. Bor ishini qil. Amlet qilayotganim yo'q, tuxum qilmayman. Yo, kim mashta tuxum qiladi? Saskarodka qilmaydimi tuxumni? Ya, amka aralashtirib oladi-da. Amlet bo'lib qoladi-ku bu. Nada? Sizlarga yordam kerak yo. Yordam beringmi? Bitta odam ikkitadan qilaman. Borlar, ishlaringni qillar-ey. Yordam kerak emasmi? Yo'q. Jeko, okay. Mana, okay. Yog' bilan bir bo'ldi mana shu, yog' bilan bir bo'ldi. Yo'q uriladi. Просто ko'p tuxum ketadi. Yig'ishtirgan bor. Bunaqa muomala qilmang, qiz bolaga nisbatan. Men yordam kerak emasmi deb keldim. Mana, yordam kerak emasmi? Yordamni yaratgandan olamiz. Da, Bandasidan yordam kerak emas. To'pa-to'g'ri aytayapti, sen og'aynimga nima deyapsiz? Hamma bu dunyoda o'zini belgilagan ishini qilish kerak. Shuncha bor tozala. Unaqa ko'p gapirib yubormanglar, hozir jertva bo'lib qolaman mana. Lekin ko'p gapirib yuboryapsiz, azim. Bunga nisbatan ko'p gapirib yuboryapsiz. San Imенно menga nisbatanmi? Yo, ayol kishiga nisbatan. ayol kishiga nisbatan san isqirt odam ekansan. Men isqirt odam ekanman. Nima deysan endi bunga? Ha, Mana azimi vidi bo'yicha mana. Charchamadinglarmi?
Charchab qolmadinglarmi qizlar? Charchab qolmadingizmi Yunitaxon? Yaxshi. Давайте я вам помогу сосиски. Yedi, не надо. Naqadar qizlarimiz zo'r, hammasi yordam beraylik deyapti. Ha, bilmadim. Menimcha oldingi videolarda hit bo'lgan bo'lsa o'zgaryapti qizlarimiz. Aqlli. Bolalarimiz ham o'zgarsa, qizlar ham o'zgaradi. O'zgaruvchi erkaklarga qiziqmanglar. Ana biz jamoaviy ruhiyatda birga ishlayapmiz. Ana bitta ikkita gap so'z. Voy, mana Unitda voy yomon lekin plyuska ishlayapti Unitda bugun. Realni lekin yozdinglar, kommentariyaga Jeko uy bekasi deb. Qaranglar lekin yozmagan bo'lsanglar. Bitta aka like so'rab yuboring o'zingiz. Like, kommentariy tez bosib qo'yish kerak lekin. Realni bunaqa mehnat, bunaqa video bilmadim. Agar bosishmasa, hali ham bosmagan bo'lsa lekin. Xo'sh o'rtoqlar, sizlarga bitta muhim gapim bor. O'ylaymanki, qishloqda 24 soat videosini ikkinchi qismi sizlarga yoqyapti. Agarda 3-qismi chiqishini xohlasanglar, shu videoda 100 mingta like, 25 mingta kommentariya qilasizlar. Va biz sirazi qishloqda 24 soat videosini 3-qismini syomkasini qilamiz. Like, komment esdan chiqmasin, videoni ko'rishda davom etamiz. Men sizlarga bog'dan meva terib kelsanmi, nima deysizlar qizlar? Davay azim lekin kimdir olib keting o'zingiz bilan. Bog'ga kirsam maylimi? Gullar tersam maylimi? Kelin bilan kuyovni Bitta o'zingiz zerikib qolmaysizmi? Ana Zarinani olib keting azim. Kim boradi? Zarinada yoki Yunitdami? Dudosh bormoqchi ekan. Azim, dudosh taklif qilmaysiz bog'ga. Bog'ga, men bilan. Bog'gami? Mevalar terish. Bo'pti. Ko'rding, bitta deyodim men. O'lib turgan ekan-a? Oshxona emas, jon yuragingda. Xo'sh. Bog' qayerda o'zi? Ha, bog' momenti, boramiz yo'q. Shoshilmagan. Achichuni ustiga zo'r ketadi-da. Hidi zo'ra. Xo'sh, juda ham ajoyib bog'imizda mevalar yo'q. O, mana, ajoyib bo'lgan. Bu yopishmagan bu. Bundan kattasi. Sal nariroqga boraylik, o'sha yerda zo'rlari bor edi. Qani? Ko'nigimni etagiga olaman. Qatinga? Etagiga. Tagiga? Etagiga. Ha, etagiga. Davay. Qani solingchi. Hop, hop. Bitta tishlab ko'ringchi qanaqa ekan. Ha, tishlab ko'ringmi? Bog'chalarda qizil gullar terganda men dedim sen lolalarning yanog'ini ko'rganda men dedim sen Bermaysan bularga? Qo'lim bosmasdi. Nega kelmayapti degan undan ko'ra? Mana bo'ldi. Qo'lim bosmadi bilan. Namyoq chimaydigan bola bilan. O'rgansam bo'lmaydimi? O'qmisan? Men odobli qo'lim bosmas degani, yedirib qo'y degani bu. Odobli bo'laman. Qat'iyman qo'lim bosmas deyapman. Ha, shu turib. Bir ikkita o'tmasak ham. Quyosh qilar jiz. Ikkita asal qiz. Soqqa sanar Dirs. Oka bizdan toshni taniz. Ikkala qo'l rulda, lekin tana o'yinda, o'tirmagan o'yda, birga bo'lgan kuyda, na. Akam uchun xursandman. Siz uchun xursandman aka. Nima deb o'ylaysizlar? Yunitda bilan Jeko akam bir-biriga qanchalik mos? Birdan 10gacha kommentariyaga baho berib qo'yasizlar. Atrofingda men sarson chiroylisan hammadan aytgin sen menga qachon sevaman deb aytasan zir yugurgan ortingda shahzodalar juda ko'p kel o'shalar oldida men g'aribni bitta u kel o'shalar oldida men g'aribni bitta u mujik. atrofingda men sarson Anta mujik deb cho'qinib o'tiribman bu. Nima qilib cho'qinib Biz o'tiribsiz? klip oldik, klip. Sorry. Dudosh yur, pomidor terib kelamiz. Yana men bilanmi? Boshqa variant yo'q-da. Hatta ovqat qilishim. Yur. Boraylik. Ha? Boring kelyaptim. Keyinroq chiqamiz boshqa mevaga. Charchab qolibdi-da, ozginada o'zga olsin. Charchab qolding-ku, yuraverib. Ukangiz men bitta mujikman deb anta Dudoshga cho'qinib ashula aytib berib o'tiribdi. Ya, klip oldik, Jakob. Yo, klip bahona, aka, klip bahona. Ha, terpilasan. Atrofingda deb klip oldik-da, olmalar terayotgan bo'ldi, men bundoq. Mujiksan ukam, romantika edi. Romantika klip olmam.
Shu romantichnik klipmi? Обсуждать qilmaysiz-a? Дорого не судите, пожалуйста, хорошо? Azim, Hop, labbi. uyg'onganlar vazifasi nima jigar? Qolganlarni ham uyg'otish. Ana, ko'rdinglarmi? Ha. Sotilganlar otilmadi. Otilganlar sotilmadi. Oo, qani. 3 kishiga ichish mumkin deyishgan. Kimga? Daydi darveshga, Hop. shohga va Devona azim. qanaqa devona, uski kuruga. Давай, let's go. Endi bitta akam, sizdan bitta akam. Qani? Nima? Mana shunaqa bitta sitatni gap, sitatni. Bitta sitat. Kстати, Va, yanami? Ha. O'zbekchada yo'qmi, o'zbekchada, aka? Ya ruscha bo'laversin. Kстати, тебе не идет без меня. Voy, Bilmadim lekin, Jeko. uyimdagilar ham xavotir olayotgandir. Ota-onam, yaqinlarim. Bo'lajak turmush o'rtog'im mendan xavotir olayotgan bo'lsa, o'g'lingiz yaxshi ona, o'g'lingiz qishloqda ona, sog' salomat. Xavotir olmang. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Milka как будто бы kerak emasda non bilan shundoq yevoradigan joyi, как будто бы. Milka yo'q ekanda. Vilkani olib chiqdim, jonkalarim. Уже qo'ydim stolga. Jonkalarim, dochalarim. Video haqida fikrlar qanaqa o'zi, qalay ketyapti? O'zinglar kommentariyaga yozib qo'yasizlar, men nima ham derdim. Qishloq vibe, internet yo'q, umuman aloqa yo'q, ishonishinglar uchun. O'ylaymanki, ko'rindi, rostdan ham umuman bu yerda aloqa yo'q, internetsiz, aloqasiz. Shunchaki o'zimiz mazza qilib vaqt o'tkazamiz. Unetani qaranglar, xizmat qilishini. Voy. Осуждаю. Xotin seni yaxshi ko'raman. Jeko eplolmabsiz lekin tuxumlarni, aka. Menga boshqa farqi yo'q, shon. Tuxumni tayyorlagan Jeko akamga men uchun rahmat. Men Jeko akam Yoqimli ishtaha osh bo'lsin. Joningiz omon bo'lsin, Doniyor aka. tuxum qo'ring degdi, omlet qildilar akam. Mana nonni bilgan biladi. Yegan odam o'zi biladi. Bilishingiz uchun biza qolgan hovlida eshik bor ekan va mana shu eshik hozir bizani xizmatimizni ozgina qiladi. Привет, красавчик, qalaysan? Buni kim duxi bor, bunda ushlab olib chiqadi eshikni. Dondonski, Qiziq давай. bo'ladi, qiziq bo'ladi. Voy, O, yunetdi. Nima bo'ldi? eshik bilan gaplashasiz. Eshikga minadimi kimdir? Hamma minadi bunga. Nima qilish mumkin yana? Don ziki. O, Zarina bilan Azim. Qani Azim Dondonski bo'yicha masterligini hozir Mayli, men o'zim olib chiqaman. O'zingiz olib chiqasizmi? Azim o'zi olib chiqar ekan. Mayli, Davay, delay. paprikol o'ynab ko'ring. Paprikol og'aylaring bilan paprikol. Jinni. Qani? Delegras. Baq, Voy jonivor. Baqir urmay qo'yadi. Buyoqga. Ha, jonivor. Jonivor yema. Не кричи на него. Nima baqirasiz? Eshik u, men odamman. Arzimaydi. Delegras, давай. Xudoyim, ko'ngillarim siqilib ketdi ko'rib ishoninglar. Shu ichinglarda eng yengili menman-da. Shu bechara eshik qiynalmasin, o'zim chiqib. Manballik qilma. Charchadim. Я домой хочу. Qani? Qizlardan kim aniq qilar ekan? Azim o'tirar ekan. Judosh o'tirasiz. Men eshikni o'ylab o'tiryapman. Ver. Qani, молодец. Давай. Давай. Qo'l berib tursizlar. Og'aynis keldi, qara urush beryapsan. Dudosh. Nima bo'ldi? Eshikni boshqarishni bilsang boshqar. Sen ustida o'tiribsan. Bo'pti, tor qo'ysan. Tor. Boshqay. O'z. Qiynamanglar, eshikni qiynamanglar. Eshikni mehnati halolu, go'shti harommi? Dudosh qalay mazzami? Azim nesh puldan mindiryapsan? Nechtalar mindiroz aka? Sizlarga arzon masaj bilan. Bo'l, keyingisi kel, men tush endi. Bo'ldi, Dudosh yetadi. Aytadi. Ketdik. Og'ir ana ikkalasi. Bo'l, tush. Qani? Zarina chiq. Davay, Zarina. Ko'rpachasini to'g'irlab. Asalim qo'rqma, men ham bilaman. To'xtanglar. Ye. Yaxshilab o'tir. Joyimni topib olay. Ayda. Yur jonim, o'sha. Davay. Delegras yuramiz ketdi. Yuramiz Delegras. Bechara xo'rlangan eshak.
Kimni xo'rlamoqchi? Voy, bu nimalarni ko'rmagan bilmaysan deb o'tdi. Ucha arava tortadi bilasanmi? Gadolar aravasi tortib yuradi u. Bitta Jeko o'tirish kerak menimcha. Qani Azam. Akangiz o'tkazing akangizni. Eshak minadi bu. Eshakni eshak boshqaryapti. Jeko. Voy, belgisini qoldi. Eshak bundoq qaradi. Radoy. Cho'tam. Noto'g'ri o'tirdim-da, to'xta, o'tib ketsin. Yur. Yaxshi, eshak. O, Jeko yuguryaptimi? Jeko qo'rqadi. Yiqilishi mumkin. Yo, yugurmaydi. Men to'g'risini aytsam, otga minmaganman. Birinchi marta minmoqsan nimadir? Birinchi marta. Jeko tushmang, voy. Bo'ldi, yetadi. Menga ukam. Qo'rqdimi? Men otga minmaganman-da. Kel, ukam. Haqiqiy Samarqand omon qo'tamchi. Men o'zim. Yo, o'zim. Rulvoy o'zimda Jeko. Qo'ying. Yo'l jaravar, chash. Shildir suvlar oqar. Mahallamni arida. Qizlar uchun jonga yoqar. Aylonamiz qor yo'lida. Aylonamiz o'rgula. Voy mana. Bola chekaga. Voy, shoh o'ziga oldi. Uchayapti. To'xta. Ko'rpachasini olinglar. Yunka, davay. Ustiga chiqish kerakmi? Yo, tegiga tush kerak. Bu жалко. Yo, mana ikkita qiz ham uchdi-yu. Qani bittama o'tirib ko'ray, Ha, Jeko. Kamol aytgancha Kamol. Odam qo'rqar ekan-a? Kamoldan keyin Azimdan keyin Yunka. Niye men o'tirmayman? Razg'on, mazza ekan, lekin bilmadim, men mazza qilyapman. Kamolga bitta adrenalinmi? Yo'q, Shohruz, yo'q. Man tusholi. Azam, davay. Davay, Azam. Davay bo'yin. Qani Azam bitta yiqilib beradi. Eshakni Yaqinla. O'zingizmi? Aka-uka bila. Иду. Я не сяду, men o'tirmayman. Почему? Rahmim kelyapti meni Otga rahming kelmaydimi? Bu ham shunaqa. Men otga bir marta minganman, ito urmaganman, hech narsa qilmaganman, prosta ustida o'tirib berganman. Shunaqa AI tarqiydi. Voy, shunaqa Eshak bilan adashdi. Yunkani o'tkazish kerak menimcha. Hamma o'tirdi yunatda. Ne, Yunka. Biz hayvonni qiynamayapmiz. Bizda nima yo'q, mana qaranglar. Eshakga yomon muomala qilamiz. Eshakni rostdan ham odamlar minadi. Eshakga o'tiradi. Urish. Qanaqa urishmi? Cho'cho'dyapti. Mana. Yunkan xarakteri bor-da. Yoqmasa bermaydi. O'tirmaydi anaqaga. Давай я поведу обратно. Обратно boraman. Hop, unda qaranglar, bundoq. Mana kelishamiz, yunatda keling. Endi to'g'ri tushunasizlar. Qishloqda 24 soat. Men birinchi marta mana hozir eshakga o'tirib ko'rdim. Endi hozir yana bir boshqa hayvon bilan bizda uchrashuv bo'ladi, jonzot bilan uchrashuv bo'ladi deylik. Va o'shanda yunatda yo'q deya olmaydi. Не, подожди, qaysi hayvon? O'zingizlar ko'rasizlar. Не, подожди, нет, men rozi emasman, в смысле? Voy, kelishdik. Aylanadi erta kech o'sha tanish musiqa Naqoratida bitta go'zal qizning ismi Bunaqasini to'g'risi jonli birinchi marta ko'rishim. Jeko qo'shil oling yoki ketdi, Jeko. Davay. Jeko qo'shiling, ketdi. Hozir sog'asmisiz? Qizimmi? Da. Ha, yo'q, bitta ko'rsatib qo'ying, qana sog'a do'st chiqarib beringlar, echkini biz ushlamaganmiz-da hali. Mana qaranglar. Ko'rib olinglar. Yunka, Ay, tepib qolmasin. Qani jonim, ketdi. Bo'lmayapti, yo'qshima chiqmayapti. Uchini. Nima ishlayapsan, Kamol? Ha, bo'ldi. Xo'p, qani? Ana bo'ladi menga. Bolalar bosinglar. Davay Azam. Telegram zratnoy moy. Davay! Iltimos. Sekro. Bormi halisida? Mana. Azimdan opiti. Men bir opitli bolalar bilinadi-da, opiti bor. Tepaga qilib yurgan ishimiz ham pastga qilargan edi. Davay qizlar.
Azim, lo'qmisan? Uyalsang bo'lardi. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Yelimchaklaridan qani? Kuchi yetmayaptimi? Chiqa salana qilish kerak. Shuni so'rab. Ana dosh. Qanam. Voy, qiyin ekan. Hozir bitta yunkani ko'raylik. Qani, ey. Ana nastoyashi. Sun'iy o'rganib qolganda bular. Yunka? O? Yana. Har kuni sog'ib yursa. Sho, eplading. Epladim. O Zarina. Oy. Ko'p narsa biladi. Gap yo'q Zarina. Zarina to'kib qo'ymasin. Bitta akam ham sog'sinlar. Shu yoshga kirib hali sog'magan hech kimman. Qo'rqoqmi? Qo'rqmang, aka. Yaxshi. Ha, kuyov bola. Davay Jeko. Boshqacha. Vibe boshqacha umuman. Eng zo'r tarafini aytaymi? Hammasi endi boshlanyapti-da, ishonaveringlar. Endi boshlanyapti. Sam? Ana o'zi bu onachasini yemadi bolacha. Uni Yo'q-e? Qani bolalar? Ye ana. Oy. Voy. Envotdi-yu bu. Voy, mana bu san'at asari o'rtoqlar. Faqat onasini yemadi. hamma echkini olib qo'ysangiz o'zini onasini topa oladi. Yo'q-e. Shundan Messini ko'rib qoldim. Goat. Messi. Ko'k Jiguli klipini ko'rganmisizlar? Ko'rganmiz. Mana shu qiz chiqqan. Ha, mana shu qiz. Ko'k Jiguli. Mana. Eslatadi evimizni, Jiguli. Qo'shni guli qizg'onardi seni mendan o'sha guli ay ko'k jiguli ko'k jiguli. Xo'sh, mana biz endi yo'lga chiqdik. Bizani bu qishloq bo'yicha gaplashilgan bir mashina bor, hammamizni olib yuradigan va hozir biz bitta ajoyib joyga ketyapmiz. Shohriz qayerga ketyapmiz, jigarim? Ha, borganda bilishadi. Borgandami? Ana bo'lmasam, uje hozir sekin qorong'i tushyapti. To'g'risi men charchadim, qolganlar bilmayman. Azim aka charchaydingizmi? Yo'q. Azim charchamaydi, azim charchatadi. Ming dardga davo, Azimjon. Biz hozir o'rtoqlar mana shu Samarqand Urgut Omonko'tan qishlog'ida joylashgan lagerga keldik. Imенно Bahor lageri. Bahora lageri ekan. Bahora lageri. Qo'ysin, Samarqand Urgut Omonko'tanlik biratdan mana obunachimiz ekan. YouTube'da ko'rasizmi videolarni? Mayli, inson adashadi. Katta qo'rg'ondanman. Ha, voy uzr. Kamol akaga podpiska bosmasalar yashamanglar bu dunyoda. Yashashni ma'lum. Voy akajonim. Bitta kollaboratsiya ketdimi? Junka opa, Dudosh, Zarina opa. Ashulasin bilasizmi, bironta ashulasin? Bironta ashulasin. Ya ana jiz bizlar bilmayman. Men to'g'risi. Legenda просто, legenda. Sizlar ismingizni so'rayman. Shohroz aka. Qivizida 3 yil Premier Ligada chiqqanman. Yaqinda may oyida o'tgan Afandi Super Ligasining chempioni, Damas sohibiman. Ikkita jiz biz, ikkita asal qiz, ana shu ayolimni qo'yib ketgan. Soqqa sanar, dirs. Soqqa joygacha borman. San mani dardimni eshitganmisiz? Ha, uni eshitmagan odam bormi? Ana, plus rap qara, plus rap. Bor. Siqilasizmi shu ashulani eshitganingizda? Yo'q, ko'rib, beaqibni siqilganini ko'rib siqilaman. Qo'shiqqa siqilmayman. Dardlarni ogiz keladimi, ogiz kelmaydimi? Yo'q, ko'tara olmayman ancha. Ko'tara olmayman. Ana bo'lmasa, buni qaranglar, azim. Yozdichas. Sevigras. Davay baqir-chaqirlar bilan, ha?
Sizlar uchun men o'zimni necha yillik yaqin qadrdonlarimni chaqirib keldim. Sizlar uchun Qarshi boshqa dunyo. Qalaysizlar, yaxshimisizlar? YouTube videolarimiz ko'rganmisizlar? Mana biz hozir sizlarning qishlog'ingizga keldik. Qishloq 24 soat videosi ikkinchi qismini olyapmiz. Ko'ringlar, xo'p videoni обязательно. Va o'zim endi mashhurligimizni sezdim. Mana shu videoda mana o'zingizlarga salom yo'laylar. Sizlar shu videoda chiqib olsizlar. O'zinglarni ko'ringlar mana. Mana. Eyo! O'rtoqlar. Sizlar uchun Samarqand, Urgut, Omonqo'tonda, Bahora hozir biz mana lagerida shuncha bizni obunachilar va hozir hammamiz birgalikda sizlardan bitta narsani so'raymiz. O'ylaymizki, o'sha narsani qilasizlar. Xo'p, tayyormisizlar? 1 2 3 obuna bo'linglar. Let's go! O'rtoqlar obuna bo'lib qo'yinglar, davay! Unda o'rtoqlar biza mazza qilib bolalar bilan o'yin kulgi qilamiz. Pakajda hozir qishloqdamiz svet o'chib qoldi, lekin biza yo'lini topamiz. Bu bizaga xalaqit bera olmaydi. O'rtoqlar bilmadim. Qishloqda 24 soat videosini 3-qismi bo'lishini xohlasanglar, yana eslatib o'taman. Mana shu videoda 100 mingta like bo'lishi kerak va kommentariya 25 mingta bo'lishi bilan biza balkim keyingi safar aynan sizning qishlog'ingizda mana shu videoning 3-qismini olishimiz mumkin. Aytgancha qaysi qishloqda olishimizni xohlaysizlar? O'tgan gal Toshkent viloyatida oldik. Mana endi hozir Samarqandda. O'shaning uchun keyingi viloyatga yozib qoldiringlar. Let's go! Dosh, dosh. Давай. Jiko. Turing aka. Azim. Bolalar qishloqda tong otib turish kerak. Jiko. Kichkintoyim. Samarqand, Urgut, Omonqo'ton. Ana, bolalar uyg'ondi o'sha. Ozgina muzikali motivatsiya kerak-da bizga ertalabdan. Qani, telefonimiz. Akam, turing akam. Azim tur. O'lib qolibsan, doni. Olaman buni. Olmayman. Kan pashsha bor ekan, uzrni pip qo'ysam bo'ladi. U umrimni yedi bor o'sha olmadim, nikka kush olmadim-da shuni. Kim askilari? O'zgiri. Hamma ancha o'ziga kelib oldi. Qani kayfiyatlar qani? Yaxshi dam oldinglarmi o'zi? Kayfiyat chotki. Bab havo toza bo'lsa-chi, odam bodri uyg'onar ekan. Havo toza bo'lsa, odam ham toza bo'lar. Bodri uyg'onmadinglar lekin bolalar. Yo'q, ani turish bilan, energiya bilan turdingda. Yo'q, quyosh mamtga tushib turgandan keyin uyg'onadi-da, tipa. Sizlarda qalay bo'ldi? Dosh qalay dam oldingiz? Bizda quyosh chiqishi bilan o'zimiz bundoq turdik. Zarina? Zarina nastroyga qorish kerak boshida. Hali Zarina uyg'onmabdi. O'rtoqlar, biza hozir Perevalga otlanishimiz kerak. Shohroz, to'g'rimi? Bu yerdan qancha uzoqlikda? Bo'lish kerak 15 kilometr. 15 kilometr uzoqlikda o'sha joyga borishimiz kerak va sizlarga bitta zo'r yangilikni aytishim kerak. Bunga majburman, chunki ko'ryapsizlar, bizani kechagi olib yurgan marshrutkamiz yo'q. Qanaqa boramiz? Bu yerda taksi yo'q. Bu yerda taksi ishlamaydi. Shuning uchun biz hozir ko'chaga chiqib, o'tayotgan mashinalardan paputka qilib, iltimos bizani olib borib qo'yinglar deb Perevalga yetib olishimiz. Ana bo'lmasa. Xo'sh, ketdik, yo'lga chiqamiz, mashinaga tutib ketamiz. Rostdan 15 kilometrmi? 15 kilometr, ha. Men o'ylashim bo'yicha oddiy mashinada borgandan ko'ra shunaqa mashina to'xtatib, iltimos olib borib qo'yinglar deb tekinga borish bu ajoyib imkoniyat. Aytganchi, Ko'p o'ylayapsan sen bor bugun. imkoni bormi hozir yo'lda mashina to'xtatib, o'sha mashinada tekinga yetib olish Perevalgacha? Juda qiyin. Nimaga? Chunki hozir ertalab bo'lgani sabab patok kam. O'z qarasangiz ham kam. Mashinalar qarang, to'la o'tyapti. Qiynalib ketdim. Bo'lin, ochkiymi, olmayman. Ana farosatingiz ana.
Nima qilgan farosatini? Ya otasiz buni. Qo'y anaqalar yeydi buni mollar. O'sha? Ye bo'lding-ku. Yomadimda. Mana molko, mana yeydi hozir. Ne molga otmading-da, to'g'ri. Mol o'satga borib topmosin. Ajoyib. Без комментариев. Assalomu alaykum. Moshinalar kam-ku ekan, harakat qilamiz deb to'xtatishga. Perivalga. O'ziga shuni qurs sotadigan joy bor-ku. Tashab qo'yasizmi aka? Akam, jonim akam, meni mehribonim akam. Qana qizlarga? Qizlar o'ziga topolsin. Jigarim. Voy, qayoqqa? Voy! Ano'lar mashina tashlab qo'yar ekan. Bizni tashlab qo'yasiz. Bizlarnimi? Bizni tutar ekanmiz faqat. Вот это нечестно, честно говоря. Voy, ochingchi. Och nima qilsan? Nima qilsan? Voy, Nima qilyapsiz? Voy. Olmami, bazgi. Ya, men qolaman. Azim chiqib oling jigarim. Ты остал, братан. Minus bitta mashina. Sanki to'xtamayapti Zarina. Ay be, bitta mashinaga sanam boshlamaganda qo'ysangchi. Ana Oy, oy, oy. omadimiz keldi biza. Akam ismingiz nima aka? Ismi Aziz aka. Aziz akamni gapi yo'q. Misol bizni hozir mana qarang, heyt bo'lmasin. Imkonimiz bor edi, to'g'rimi? Misol qizlarga joy berishchi. Lekin qizlarga любой mashina to'xtaydi hozir. Ishoninglar. Bizga to'xtamaydi, qizlarga mashina to'xtaydi-da. Biz hozir qolib ketgan bo'lardik bu yerda. O'zing to'xtasam? O'zing? O'zingiz. Uzr o'rganib qoldim. Menga tez o'rganib qoladi o'zi odam. Uzr. Oy xudoyim, quyosh urdimi? Endi turding. Balkimchi gap mashinada emas, Gap odamda? gap balki sendadir. Minutga idoraga yetib kela olasanmi? Davay, tezlash. Tez faqat. Mashinasi bor ekan, mili bu o'z ishingiz bo'yichami? Yo'q, sizlarga mashina chaqirib beryapman-da. Akam lekin. Ligimni bilmading, meni nazarga ilmading, boraver men bormayman. Bizigami? Bizlarnikimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, rahmat kattakon. Men sizlarni tashlab ketmovdim, lekin sizlar meni tashlab ketyapsizlar. Turaylikmi? 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 Yo'q, ketaver bo'ldi, уже поздно. Bolalikni bir do'stim bor. Bolalikni. Suv qaynab ketdi o'rtoqlar. Nima qilsa bo'ladi aka endi? Nima bo'ldi endi? Jigarim qoldimi shu yerda yarim yo'lda. Perival bu tepalikda joylashganligi uchun tepaligiga ko'tarilayotgan paytimiz Ko'tara olmadi, qizib ketdi. Suv qaynab ketdi. Mashitda endi pavay o'tiramiz deb bunda suyanib. Mashina yo'q, mana qarang, mashina yo'q. Bela. Hozir bizani qolgan sherilarimiz ham kelyapti, biz aja kulib, ketdik deb ketdi, yarim yo'lda qolib ketib qoldi. Norozi bo'lishgan menimcha bizdan. Menimcha norozi bo'lgan, Dudosh norozi bo'lgan, Dudosh. Unitdan Menimcha Dudoshga o'tmaydi. Maybe. Bitta Janatim akamdan ikkinchi Janatim akamgami? Akam. Akam yaxshi. Alaykum aka. Hozir shog'izda nima bo'layotganinga? Assalomu alaykum. Perivalgacha. Nech pul? Farqi yo'qmi? Ketdi. Mana. Xudoga shukr. Va nihoyat, keldilaring. Nima? Bizani qoldirib ketdilar. Bizlarni tashlab ketdinglar. Birinchi. Qizlar qo'yinni ranjitdinglar. Sizlarga qaytdi ular. Karma biram. Uyga ketmalaring deb sizlarga ko'bul chaqirtirdi. To'ppa-to'g'ri. Seriozda bizni chaqirtirdi sizlarga. Biz zarbani o'zimizga oldik-da. To'xtatib turdilaringmi? O'zlari kelib olib ketdilar, to'g'rimi? Kim xalqi berdi bu mashinani? Bazar yo'q. Biz hozir Perevaldamiz. Bu yerdagi atmosfera menimcha so'z bilan jigarim
To'g'risi, Shohruz gapirgani yaxshi, chunki Perevali Shohruz mendan yaxshiroq bo'ladi. Nima deysiz, jigarim? Xullaschi qizlar qurt sotish kerak. Sizlar nima qilasizlar? Qizlar. Sizlarchi? Bitta zo'r variant beraman. Klient chaqirib beramiz. Sizlar sotasizlar. Menda bitta boshqa variant bor. Duzosham ideyasi yaxshi. Ikkita jamoa ikkalalaga ham bir xil qurt beriladi. Kim tezroq o'sha qurt sot bo'lsa, o'sha jamoaga 500 ming so'm beraman. 500 ming so'm o'zingizlarga qoladi. Kimdan olamiz o'sha qurtni? Tushunasizlarmi? Ertalab zastavляете нас что-то делать. Biz hali uyg'onmaganmiz. Dudosh Trezi sotib beradi o'zi. Давайте. Hop, Junetda qishloqqa dam olaman deb o'yladim men. Niye dam olmayman? Kecha shuncha ish qildik. Menimcha bo'lsa ham uxlaman deydi. Uxlashga kim xalaqit berdi? Uxlashga kim xalaqit berdi? Biz ham mazaqa uxladik misol uchun. Sizlar qishloqda kech payt nima qildinglar, unisini o'zingizlar bilasizlar. Bo'ldi, давайте qurt olishimiz kerak. Hozir qurt sotishimiz kerak. Ikkita jamoa, o'g'il bola jamoasi, qizlar jamoasi. Hammaga bir xil qurtni bo'lib berish kerak. Bizda o'yin bo'ladi, kim birinchi o'sha qurtlarni sotib bo'ladi 15 daqiqa ichida. Qurtni sotib beramiz. Haydovchi, menimcha boru grammlab olsangiz bo'ladi-da. 50 gram, 100 gram yo'q desanglar bo'ladi. Qarang. Bu yerda hozir ikkita jamoaga, to'g'rimi? Rayhonli sizlarga bo'ldimi? Oddiy bolalarga bo'ldi. Qizlar, bolalar, landi o'yin boshlandi, ketdi, davay. Qaqa? Yo'lga, yo'lga chiqmanglar. Qurt oling! Пожалуйста, стой. Yo'lga chiqib ketyapsanlar. O'zim qurtman. Men yutaman deyapman-ku. Qurt. Пожалуйста, akalar, пожалуйста, bizadan qurt oling, пожалуйста. Qurt oling, aka. Один пакетик bizadan. Video otding, o'g'il bolalar oling, aka. 8 ming mana shu paket. Mana shu 100 grammi 10 ming. 10 ming. 8 mingga beraman. Yo'q, 10 ming. Qarang, o'zi 15 mingda. Biza bittada 10 ming. Bularniki bo'lmaydi, aka. Yo'q, rayhonli, yeb ko'rasizmi? Не, YouTube'ga qo'yib. Aniq. Mana. Ey, cho'tam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Okay, zo'ra. Yes. Voy, rahmat. Rahmat. Yo'linglar bexatarga. Zo'ra, okay, 15 ming. Aka, bahs qotuvdik-da, yutishimiz kerak edi, olishingiz kerak. Iltimos aka, iltimos sizdan. Bo'ldi, to'xtang. Пожалуйста, стой. Qizlar sotdi o'zi. Пожалуйста, Hop, taksi soka o'ylab ketdi bundoq qilib. Azim, siz bu yoqdan qising yo'lini. Jeko, biz bu yoqdan qisaylik vozdухini. Azim chiqsani oldinroq o'tib ketdi Azim. Voy Azim. Когда голова работает, диплом не нужен. Mashina yo'qdek. Давай, Yunna, давай. Sen borgan bizni. Пожалуйста, стой. To'xta. Aka, iltimos. Birinchi o'zimni ko'rib to'xtasin deyapman deb. Voy, dangyapti. Assalomu alaykum. Пожалуйста, qurt oling, juda kerak, zarur. O'yinimiz bo'lyapti. Aka, qurtlar bor. Bir minut, aka. Bir minut to'xtang. Пожалуйста, To'xta. Olmaydi deb o'tib ketdi. Bunaqa. Aka, пожалуйста. YouTube'ga video otuvdik-da. Qurt sotishimiz kerak. Qo'shtor. Aralashma kerak. Один пакетик 8 тысяч. 8 тысяч. Aka, Да. Пожалуйста, o'yin o'ynayapmiz. Bizni to'xtatdi. voy, chestimi, voy. Aka, men to'xtatdim-ku, meni. Bo'ldi. Va, Shohruz Junetini cheslik qilyapti, bizani klient edi. Bizni to'xtatdi-ku. Да, juda zo'r. Да. Спасибо большое. Все, qo'lingizdan ko'rmasin, ishingiz yursin. Siz duodasiz har kun. Rahmat kattakon. Voy, Junetda yaxshi ish qilmayapsan. To'xta. Блядь. Yaxshi ish qilmayapsan, lekin. O'yinda deyman. Azim to'xtatdi-ku klientni. Yugurganniki emas, buyurganniki. To'xta, iltimos. Rahmat. 10 ming bering aka, bo'lsam 10 ming bering, rozi bo'ling. Roziman aka. Tartibay, sog' bo'ling. Пожалуйста. Yugur. Aka, assalomu alaykum. Iltimos, o'yin o'ynayapmiz, o'g'il qizlar qurt oling. 8 ming. Oxirgi paket. 10 mingga sotib o'tdik, 8 mingga beramiz. Olasizmi? Пожалуйста. Mana. Oling.
Bo'ldimi? Bo'ldi. Aka, bir minut, aka, bir minut. YouTube'ga video otdi aka. Bir minut, aka. Qurt sotishimiz kerak. Bitta qurt olib bering, 15 ming so'm atiga. 15 ming so'm. 15 ming so'm. Bolalar xursand bo'ladi aka. Iltimos. Bolalar xursand bo'ladi. Ikkita bor 15 ming so'mdan 30 ming so'm qilib beramiz aka. Alloh rozi bo'lsin akajonim. Qarang, 2000 yo'q ekanda. Rozi bo'lasizmi? Rozi bo'lasizmi? Rahmat Vali. Bexatar bo'lsa yo'lingiz. Biza mana azin to'xtatdi mashinani, Unitga sotib ketdik. 15 ming beramiz, bizaniki 8 ming sotib ketdik. Ayoy. Kommentariyga yozib qoldiringlar. Agar mana shu nechasi desanglar, Unitda noto'g'ri deb yozib qoldiringlar. Unitda noto'g'ri. Kamol. Ha. Tugadi. Nech to'xtanglar, nech mingga sotdinglar общий? Mana 30 ming, 10 mingdan sotdik. 10 mingdan emas, 8 mingdan sotdi. 8 ming dedik, lekin bizga hamma 10 ming berdi. Va yutqizib qo'ydilar-ku. 15 mingdan qilib berdi-da opa bizga. Yutqizishni ham bilish kerak. Every Mana o'shalar mashina azim qilib olsam. Assalomu alaykum. Aka qurtlar bor, olasizlarmi aka? 3000 so'mdan, mana shu 3000 so'mga bera olaman. 3000 so'm. Mana da zo'r qurt, tosh qurt. Ha? Xola, biz sotdik, biz yutdik. Rahmat. Qo'llarim mani, молодец. Rahmat. Yo'q, yo'q, qizlar. Yo'q. Yeb ko'ring bittasini. Qurt aka shodon ham. Shukmi? Ha. Oxirgi eshitgan gapimiz qurt qatdiki, shotdikimi? Ha. Jim ketdilar-yu. Uydagilarga onaga olib boramiz. Men bo'ldi, men yo'lda yeb ketishga. O'zimizga shuni sotib olamiz, ha? Lekin kommentariyaga nechasi qildi yozinglar. Men boraman deb 15 ming so'm desam, yo bizda 8 ming arzonroq. Mana olib ketdi. Qancha hurmat qilganing sari? Aka, olmayapsizlar-yu. Aka qurtdi. Aka o'zlar qurt sotar ekanlar. Sapojlik bez sapog deydi. Sapojing bis sapaka. O'rtoqlar shu joyda ham обязательно shuncha harakat uchun, shuncha mana azimiz siqilib qolgani uchun like bosmagan bo'lsanglar, bitta like. Har doim halollik yo'lidaman-da. To'g'ri, halol yutasiz. Bu desam halol yutadi. To'g'ri. Qurt sotdik, Unitda qizlar gap yo'q, yutishdi bolalarni. Xullas, hozir biz qiladigan ishimiz bu albatta non yopish. Jeko, men non yopaman dedi. Qizlardan kim? Men Non yopa olasiz. harakat qilib ko'raman. Ko'ramiz kimni nonni zo'rroq chiqarkan, o'rtoqlar. Ketdik. Mana standart yopiladimi aka? Qo'limizdan yuvib kelaylik. Aka qilib ko'rasizmi? Ha? O, Donika. Hayajon bor aka. Qanaqa qilib qo'lda tiqasizlar? Aka qoching. Issiqmi? Issiq. Qoching, Jeko. Voy, yuzing yurdi. Qani, Jeko? Xarosh. Bo'ldi, davay. Davay, Doni. Aka bo'ling. Tezroq, qo'rqma. Qilamiz. Yaxshimi aka? Yaxshimi? Jeko 5. Yana bitta urib ko'ray aka meni. Masalan, shu yoshdagi bola даже yopa olgan. Jeko yopa olmaydimi issiqda olovi bilan. Ko'ramiz Olov hozir. bilan? Aka omad. Ketdi, davay. Qo'rqmang, oka? Davay, oka? Davay, izidan, oka? Yaxshi urdi Jeko. Aka nima deysiz? Aka zo'ru, ha? Akam, jonim akam Jeko. Qani, Zarina endi siz. Zarina o'zing. Davay, qo'rqmasdan Zarina. Qanaqa ushlash kerak? Men o'rtasidan ushlab bitta tup. Bunda ushlash kerak? Hali. Voy! Aka nima deysiz? Delegres. Normalmi? Aka bitta olib bersa bo'ladimi? Yana bitta qilay. Yaxshi, yopibdi, yaxshi. Oo, qishloqlik kelin ekan-da bu. Qishloqlik kelin-da o'rtoqlar. Zarinichka. Aka bitta qilib bering menga. O, azim ham qiziqdi. Azim o'zi novoy bo'lgan ekan aka. Delegres. Delegras bo'lmadi lekin, yopishib qoldik bir-biriga. Azim. Yopishib chiqadi. Ikkisi non bo'ladi. Hamma narsa ham ideal bo'lavermaydi, Jeko. Duo non bo'ladi. Duo non bo'ladi, qo'shilib non sevdirib keling. Ikkalasini olib ketasiz. Gap yo'q. Yo'q, lekin hozir kutamiz endi tayyor bo'lishini. Gap yo'q. Qo'limni kuydirib oldim. Quvvatdan. Yo'q, yuzim kuymadi. Ichida turib olib bera oldim chunki banyada repetitsiya bo'lgan. Yo, men bilmagandim, ushlash mumkin emasligini. Bular. Voy, Jeko, Donika bu sizniki.
Zarinanikini ko'ramiz. 10 qo'lda deydi. 10 qo'lda ikkitasi. Qani, hozir endi Zarinaniki. Ikkovi ham chiroyli chiqibdi buni. Azim ekani. Yopishqoq. Ha. Endi. Qaysi kimniki? Endi ikkita. Ikkita. Buni ko'rsatmaymiz. Buni ko'rsatib shart emas. U bolani o'ziga beraveramiz. Bizda top 3 talikni ko'radigan bo'lsak, 3-o'rinni Azim oldi. Nonimizda shunaqa ahvol bo'lib qoldi, yopishdi bu. Endi baho berish kerak. Non yopgan deylik, bizning ishtirokchilar mutaxassis sifatida kimniki zo'roq chiqdi? Bu ishlayapali Doniyormi yoki qizimiz Zarinami? To'g'risini aytsam, sinimizniki yaxshi chiroyli chiqdi. Lo'nda chiroyli urdilar. Qo'llarini kuydirdilar. Qo'lni kuydirgani uchun birinchi o'rinni beraveramiz. Chiroyligi ham birinchi o'rin. Yuray, qaranglar mana Yuray Azimda. Muncha odam yarata olmaydi Yuraychani. Mana xohlab turib ham Yuraycha qila olmaysizlar. Vot, o'shaning uchun men birinchi o'rinni Yuraychaga bergan bo'lardim. Endi biza Men olayapsizmi? qiz bola beryapti, endi bola qo'lini kuydira oldi. Qiz bola Zarinaga, Zarina! Kommentariyaga Zarina Novoyni yozib qo'yasiz bo'ldi. Men nima dedim? Xo'sh, do'stlar, shu bilan biz mana kurtam sotdik, non ham oldik. Endi hozir menda bitta taklif bor. Uyimizga qaytamiz va kecha tarvuz bo'yicha musobaqa bo'lgandi. Ha, o'shani ko'rsak, ozgina ustida cho'milsak, tarvuz bilan non yesak. Men u chempionatni men organizatorimanmi, infantinosimmanmi? Infantino emas, buffersiz. Buffer jigarim 5 shop qo'ying-da. Ha. Azim yutdi bu chempionatda. Qatnashuvmidingiz? Ha? Tarvuzda ham? Bu joyda qatnashaman. Yutding bo'ldi. Xo'sh, o'rtoqlar, mana hozir bizni qarama-qarshimizda basseyn muzdekkina suvi bilan va biza plan qildik bolalar bilan qanaqa cho'milamizmi, tarvuzimizmi nima? Ya birinchi men o'zimni tarvuz bo'yicha chempionatim bo'yicha oydinlik kiritib olsam, hozirchi kommentariyaga yozinglar kim yutdi deb o'ylaysizlar. Men ungacha tarvuzdan olib kelaman. Hop, tarvuzni olishni bitta muammosi bor ekan lekin. Nima muammosi bor? Yuringlarchi Jeko aka, buni olish kerak. Tarvuzni doniki tushib. Hop, ol. Nima? Pidlichkani olamizmi akam mana qani? Yo'q, Shohruz yur. Nima qilsangiz hayotingizda doimo Shohruz bilan qilasizmi? Davay, Jeko. Bitta o'zingiz inisiativa olib, sakrab, "Bana ukalarim tarvuzni bera olmaysizmi?" Bering aka. Yashagan umringiz tushmayman, nima? Bitta aka, mana suvda qolasiz, cho'milaverasiz bundoq aka. Cho'zib o'tirguningizgacha Azimjon. Chempionat. Sal qolganda mikrofon qolib ketardi. Kejonim, sal qoldi. Eslab qoldi. Esim chiqib qoldi. Lekin tursuv yechmadim. Avtobusni qurtib ketaman. O'ynash kerak. Ladies and gentlemen, tarvuz bo'yicha turnirimiz mana o'z nihoyasiga yetmoqda. Esimda bor 2 yil oldin chamasi Jeko Vines tarvuz tanlash bo'yicha mendan zo'r yo'q degan edi, to'ppa-to'g'rimi? Va bugun esa finalda Yunka birinchi marta final. Birinchi marta tarvuz tanlashi. Tayyor bo'lsanglar, boshladik. Voy, Jekoniki. O, yorilib ketdi. Yorildi, sveji aka. Voy, Jeko. 5 shol bo'ldi, 5 shol. Хорош. Делаешь, Jeko. Qara. Mana bunga qaraysan. Bitta narsa aytaymi? Bu pukki anaqa tarvuz ekan. Pishib o'tib ketgan как будто bu. Bu tavrang turibdi. Bitta gap aytaman. Menimcha shunda hozir mana suvga tushib cho'milgan paytimiz qizni shu tarafdan choyli kesib tursa, biz mazza qilib ikkalasini ham zo'r deymiz. To'g'risi, do'stiga g'alaba qozondi. Gapi. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, 3-2-1 ga Telegram. 1 2 3 Telegram. Krisic. Telegram. Yunada tarvuz olib kel. Hammaga xayr. O'rtoqlar, videoni shu yog'igacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Albatta videoga like bosinglar, kanalimizga obuna bo'linglar va
Komol Qohorov YouTube kanalida keyingi videoda ko'rishguncha aka ketdi. Haydang aka. Xayr Samarqand Onquta ko'rishguncha, let's go! Xullas, Samarqand, Urgut, Omonqo'tonda hamma vaziyat esda qoldi. 24 soat o'tdi bo'lgan bo'lsa, 24 soat ichidagi har bir minut esimda. Endi eng qiziq joylari, menga yoqqan joylari, birinchisi o'sha eshak minganim. Tez ketib qoldi orada. Qo'rqib ham ketdim. Azim rul dedi, ataylab qildi menimcha. Eshakni mana bunaqa tortganiga tez ketib qoldi ham. Xullas, hech qachon qilib ko'rmagan ishlarimni qilib ko'rdim Omonqo'tonda. Впечатление bu mana shu yengil emas, bu hayot. Keyin anaqa tegib ketdi menga gapi. Bolachi kelib. Tushunma bu. Nima? Tushunma bu. Tushunma deyapti. Yo, tushmas. Uyg'or. O'shazgina yuragiga tegdi. Internetsiz hayot esimda qoldi. Keyin eshak minganim esimda qoldi. Shu anaqani organizatsiya qilgan Komolga ham kattakon rahmat deb qolamiz. O'zimiz xohlab bunaqa joylarga kelib qolmas edik. Sababchi bo'ldi Komol masjidga olib kelishiga. Deyman, qizlar bo'ladi, bolalar bo'ladi deganga, men yaxshi narsa bo'ladimi desam. I'm sorry. Deli grass. Men sizlarga hozir birinchi sovg'alarimizni ko'rsataman. Qurtlarni ko'rasizlarmi? Mana. Shuncha qurt, bu perival haqiqiy qurti. Buni bizga просто tak berib yuborishdi. Tipa sovg'a sifatida berib yuborishdi. Menga har doim qishloqdagi eng yoqadigan narsa bu odamlarni bir-biriga bo'lgan mehri, mehmondo'stligi juda ham menga yoqadi. Shunaqa quruq qo'l bilan hech qachon qaytarib yuborishmagan, hech qachon. Eng esimda qoladigan lavha biza qurt sotganimizda va nihoyat o'zimiz yutganimiz. Vot. Azimlarni yutdik. Qo'rqib ketdim. Ilon deb o'yladim. Nimaga bu safar yana yig'ladi? Ketaman hozir, ketaman. Mana shu tushuntirib ber, nimaga? Ketaman. Nima bo'ldi? Endi esim g'alatda. Короче, lagerga bordik. Lagerda juda ham ko'p yoshlarda. Meni kontentimni yoshlar ko'radi deb o'ylamagandim. Men mayli hech kim tanimagan bo'lsa kerak deb endi chekkaga o'tirdim-da. Yonimga qizlar yugurib, tavba bo'lib yugurib keldi-da. O'sha payt endi xafa bo'lishga tayyor bo'ldim. Xafa bo'lishga tayyor bo'lganimda hamma kichkinalar kelib meni achomlab oldi-da. Yig'lashimni ko'rishni hech kim xohlamagandim. Men chiqib ketgandan keyin ko'z yoshim chiqyapti, kameraman yonimga olibdilar-da. Nima bo'ldi? Aytgancha buni o'zim yopganman. Go'zalligini qaranglar, asalligini qaranglar. Aqo'ymi? Odamlarning mehribonligi, ko'ngil ochiligi, hamma bilan bir-biri bilan hurmat bilan gaplashadi. O'sha kamdan kam bunaqa narsani shaharda ko'raman. Xo'sh, o'rtoqlar, aslida mana shuni hammasini boshlagan inson hozir qarshilarda o'tiribdi. Birinchi va muhim gapim bu albatta bu shunchaki ko'ngilochar loyiha. Xullas, mana shu videoda ko'rgan hamma narsalar bu do'stona, hazil biz hammamiz o'rtoqmiz va ortiqcha qanaqadir asabiylashib o'tirish shart emas. Bu shunchaki video hamma sizlarga yoqishi uchun, hammasini kayfiyatini ko'tarish uchun. Aholisi mehribonligi, shunchaki boya mana o'zingizlar video davomida ko'rdinglar, yo'l yuziga chiqib endi paputkada ketamiz deyotgan joyimiz Perivalga yetgungacha. Birinchi ko'rgan mashinamizni o'zi bizdan olib ketishga rozi bo'ldi. O'zlari taklif berdilar, yuringlar bolalar olib ketaman dedilar. Videoni shu yoqgacha ko'rgan bo'lsanglar, o'rtoqlar, iltimos qilib qolgan bo'lardim. Kommentariyaga shunchaki bitta plus yozib qoldiringlar agar videoni rostdan ham shu yoqgacha ko'rgan bo'lsanglar. Avvalambor sizlarga kattakon rahmat, bizani kuzatayotganingiz uchun, bizga obuna bo'layotganingiz uchun, like bosayotganingiz uchun, chunki bizning mehnatimizni qadrini, mevasini aynan biz shunaqa bo'lishini xohlaymiz va bu bizga motivatsiya beradi. Xudo xohlasa, va'da mana shu videoyimizni 100 mingta like bo'lsa, mana shu videoni kommentariyasida 25 mingta kommentariya bo'lsa va biza xudo xohlasa mana shu videoning 3-qismini qishloqda 24 soat 3 albatta ko'rasizlar. Aytgancha qishloqda 24 soat 3-qismi aynan qaysi qishloqda bo'lishini ham o'zingizlar hal qilasizlar. Shunchaki taklif variantlar bo'lsa albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar. Balkim keyingi safar aynan sizni qishlog'ingizda siz bilan birga ko'rishimiz mumkin. Kuzatishda davom etinglar. Xudo xohlasa hali bu boshlanishi. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Let's go! Samarqand, Urgut, Omonqo'ta, sila!